Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Nafs tarbiyasi, tazkiyatun nafs silsila darslaridan navbatdagi darsimiz rostgo'ylik, as-sidq. Bu darsni boshlashdan avval shu oldiga bir o'tib ketgan ma'noda aytadigan gapimiz shuki, inson bu dunyoda nima yaxshilikka erishgan bo'lsa, qanaqa bir yaxshi natijaga yetgan bo'lsa, uni aslida rostgo'ylik yotadi, sodiqlik. Va inson qaysi narsaga intilib, harakat qilib, niyat qilib, orzu qilib, kirishib yeta olmagan bo'lsa, yeta olmasligini asli tagida mana shu sodiq emasligi turadi. Agar shu so'zni, shu ma'noni yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, qarang, hayotda nimaga erishdingiz? Qanaqa bir yaxshi bir natija bor qo'lingizda? Hunar bormi? Ilm bormi? 3-4 chaqa bormi? Jamiyatda bir hurmat, obro' bormi? Ki sizda bor narsa u sizga yoqadi. Yaxshilab surishtirib qarasangiz, mana shuni orqasida siz sodiq bo'lgansiz. Darsning xulosasi shu. Biron bir yaxshilikka erishmoqchimisiz? Sodiq bo'ling. Rostgo'y bo'ling. Tazkiyatun nafs silsila darslarimiz davom ettirar ekanmiz, birodarlar. Bugungi suhbatimiz rostgo'ylik haqida bo'ladi. As-sidq. Rostgo'ylik nima? Bu savolga avom xalq yolg'on gapirmaslik deb javob beradi. Ya'ni yolg'on gapirmaydigan odam rostgo'y deyiladi. Falonchi rostgo'y odam. Nimaga? Doim rost gapiradi, yolg'on gapirmaydi. Ko'pchilikning tasavvurida rostgo'ylik shunaqa narsa. Aslida-chi? Faqat yolg'on gapirmasa shu odam sodiq odam, rostgo'y odam deyiladimi? Yo'q, birodarlar, rostgo'ylikning ma'nosi bundan kengroq. Rostgo'ylik hamma narsa. Rostgo'ylik haqida birodarlar Qur'oni Karimda oyatlar nozil bo'lgan. Rostgo'ylik so'zi Qur'onda juda ko'p marta takrorlanadi. Agar so'zdagi rostgo'ylik haqida gapirsak, so'zdagi rostgo'ylik so'zingizni voqelikka mutobiq kelishligi so'zdagi rostgo'ylik deyiladi. Takrorlayman. Gapirayotgan gapingiz bilan voqelik bir xil bo'lsa, demak siz so'zda rostgo'ysiz. Qor yog'yapti deb kirdi bitta odam tashqaridan. Ikkinchisi kirdi, yo'q, qor yog'mayapti deb kirdi. Ikkalasiniki ham xabar. Ikkalasini ham rostgo'y yoki yolg'onchi deya olmaymiz. To tashqariga chiqib shu holatni ko'rmagunimizcha. Agar qor yog'ayotgan bo'lsa, birinchi odamning gapi to'g'ri bo'ladi, u rostgo'y bo'ladi. Agar yog'mayotgan bo'lsa, ikkinchi odam. Mana rostgo'ylik haqida kelgan oyatlarni birma-bir o'qib o'rganamiz. Rostgo'ylik haqidagi oyatlar. Agar biz mo'min banda o'zini hayotida qanaqa daraja, martabaga ega bo'lmasin, buni sababi albatta rostgo'ylik bo'ladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Darsni boshida aytdimmi? Nimaga erishgan bo'lsangiz, orqasida rostgo'y edingiz. Nimaga erisha olmagan bo'lsangiz intilib, demak rostgo'y emas edingiz. Qaytaramiz. Mo'min banda o'zini hayotida qanaqa martabaga, qanaqa darajaga ega bo'lmasin, buni sababi albatta rostgo'ylik bo'ladi. Rostgo'ylik sababli mo'min banda juda ham ulkan maqom martabalarga erishadi. Bu degani faqat so'zida rostgo'y bo'lsa bo'ldi emas. Yolg'on gapirmasa bo'ldi emas. Rostgo'y deganning ma'nosi juda ham keng. Birinchi oyat. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ma'as sodiqin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar va iymonlarida sodiq bo'lgan, rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'lingiz. Ya'ni rostgo'ylar bilan, sodiqlar bilan birga bo'lingiz. Allohga itoat qil, taqvo qil va rostgo'ylar bilan birga bo'l. Biz
inson sifatida jamiyatda yashar ekanmiz, atrofimizda albatta odamlar bor bo'ladi. Va bu odamlarning bizga ta'siri borligida shubha yo'q. Do'stlarimiz bor, qarindoshlarimiz bor, ulfatlar bor, hamkasblar bor, qo'ni-qo'shnilar bor. Ularni albatta ta'siri senga bo'lmay iloji yo'q. Ulfating aloqonat bo'lsa, agar atrofimizdagilar baqirib gapiradigan, shu bir ovozini baland ko'tarib gapiradiganlar bo'lsa, holamay siz ham baqiroq bo'lib qolasiz. To'g'rimi? Alloh taolo aytayapti, Allohdan taqvo qilinglar va iymonida sodiq bo'lgan odamlar bilan birga bo'linglar. Alloh bizga kimlarni do'st tutishimizni o'rgatyapti. Sodiqlar bilan birga bo'linglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mar'u ala dini xalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Rasululloh aytibdilar, kishi do'stining dinida bo'ladi. Bas sizlardan biringiz kimni do'st tutayotganiga qarasin. Agar sizni do'stingiz sodiqlardan bo'lsa, uning sodiqligidan sizga ham yuqadi. Agar kazzoblardan bo'lsa-chi, undan ham yuqadi. Hikmatda as-sohibu sahibun deyilar ekan. Do'st ergashtiruvchi bo'ladi. Do'st erchituvchi bo'ladi. Ha, to'g'rida, masalan, sigaret chekmaysiz. Sigaret chekadiganlar bilan yursangiz, u ham yuqadi. Eng kamida hidi uradi sizga. Sigaret chekadiganlar bilan yuradigan, sigaret chekmaydigan jo'ra rak kasaliga uchrashligini shansi ko'proq bo'lar ekan, sigaret chekkanlardan ko'ra. To'g'ri aytibman, doktorlar? Ha. Ovqatni ko'p yeydiganlar bilan ulfat bo'lsangiz, u ham ta'sir qiladi. Ko'p yeydigan bo'lib qolasiz. Yana nimani aytay? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi sizlardan bittanglar kimni do'st tutayotganiga qarasin. Alloh taolo nima dedi? Sodiqlar bilan birga bo'linglar. Iymonida sodiq bo'lgan, rostgo'y bo'lganlar bilan birga bo'linglar. Agar sen Allohga taqvo qilishni xohlasang, Allohga itoatda bo'lishni xohlasang, iymonida sodiq bo'lgan odamlar bilan birga bo'l. Ulfatlaringni qara kimligini. Bu rostgo'ylik haqidagi birinchi oyat edi. Kunu ma'as sodiqin. Rostgo'ylar bilan birga bo'ling. Rostgo'y inson bilan birga bo'lsang, uni holidan senga yuqadi. So'zidan yuqadi, axloqidan, fe'l-atvoridan. Dinni ana shu sodiq insonning shaxsiyatida mujassam bo'layotganini ko'rasan. Qarangda, din haqida ma'lumotimiz juda ham ko'p. Go'zal axloq haqida, saxovat haqida, rostgo'ylik haqida, halimlik haqida juda ko'p narsani eshitganmiz, o'qiganmiz, bilamiz. Shuni o'zi bizni o'zgarib qolishimizga kifoya qildimi? Agar birodarlar din fikr qatorida tursa, din faqat xabar yoki ma'lumot qatorida turadigan bo'lsa, insonlarga ta'siri juda ham kam bo'ladi. Fikr, xabar, ma'lumotlarning quruq o'zi odamlarning sulukiyatini tuzatishga yetmaydi. Mana shu o'rinda siz bilan bizga sodiq do'stlar kerak bo'ladiki, ularni holini ko'rganimizda, ularning hayotida sodiqlikni, saxovatni, halimligini, bag'rikenlikni ko'rganimizda yuqtiramiz o'zimizga. Demak, ana shu aytilgan go'zal xulqlarni hayotida ko'rsatib bergan odamni ko'rganingizda, ha, qissa bo'lar ekan-u, deysizda, shundan nima qilasiz? Ta'sirlanasiz. Omonatdor bo'lish kerakligini eshitdingiz, bildingiz, o'qidingiz, o'rgandingiz. Bo'ldimi? Omonatdor bo'lib qolasizmi? Yo'q. Ana shu omonatdorlikni hayotda ko'rsatib bergan odamni ko'rsatib beradigan odamni ko'rasiz, keyin sizga uni holidan yuqadi. Masalan, omonatdorlik. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Amirul Mu'minin sahroda ketib borar ekan, bir odam qo'y boqib yurganligini ko'rdi. Haligini sinamoqchi bo'lib, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Cho'pon, bu qo'ylar meniki emas, sayyidimiki, omonat dedi. Xalifa, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan dedi.
Boyagi cho'pon menga hozir pul juda ham zarur. Sayyidim meni rostgo'ligimni biladi. Agar bo'ri yeb ketdi desam ishonadi. Lekin Allohchi dedi. Ana omonatdorlik. Uni ko'rgandan keyin yig'laysiz. Uni ko'rgandan keyin nima qilasiz? Ta'sirlanasiz. Chunki tirik misoli turibdi. Yana qaytarib aytamiz. Din haqida faqat ma'lumot, faqat fikr, faqat xabar bo'lsa bizda, buni o'zi bizni tuzalishimizga yetmaydi. Bizga mana shu narsani hayotida ko'rsatib beradigan tirik misollar kerak. Sodiqlar bilan bo'lasiz, sodiqlikdan sizga yuqadi. Masalan, masjidni mutavallisi Ahmad birov kelib qo'liga katta mablag'ni berdi-da, masjidga deb berdi. Uni faqat siz ko'rdingiz. Pulni bergan odam ketdi. Ahmad pulni oldi, birov uni biladi deb bilmaydi. Ya'ni hech kim bilmaydi degan e'tiqodda turibdi. Ana shu pulni hech kim bilmagan bo'lsa ham, kelib masjidni yosh sondig'iga solsa yoki qavmni oldiga tashlaydigan bo'lsa, siz uni ko'rasizda, bor ekan shunaqa odamlar deysiz, omonatdorlikni o'rganasiz undan. Ana shu omonat borligi uchun, omonatdorlik, halollik borligi uchun, sodiqlik borligi uchun masjidlar obod bo'ladi-da. Agar xiyonat bo'lsa, o'g'rilik bo'lsa, qo'l egrilik bo'lsa, Alloh taolo qo'llamaydi u jamoatni, u jamiyatni. Tushunarlimi? Demak, faqat gapirib qo'yilsa, ma'ruzalar aytib qo'yilsa, kitoblar chiqarilib qo'ysa, agar shular yetarli bo'lganida, unda hammamiz sodiq bo'lardik, xulqlarimiz komil bo'lar edi. Ammo buni o'zi kifoya qilmaydi. Shu xabarlarni, shu ma'lumotlarni, shu ilmni hayotda ko'rsatib beradigan odamlar kerak bo'ladi. Sen birodar aytasan, men mo'minman. Xo'p, yaxshi, go'zal. Ammo atrofingdagi odamlarchi? Ulfatlaring din diyonatdan uzoq. Qo'shnilari yomon odamlar. Islom bilan, taqvo bilan umuman ishi yo'q. Doim shularning ichidasan. Ulardan ajramaysan. Ularning orasidasan. Yana mo'minlikni da'vo qilyapsan. Sen kimsan? Sen shularning bittasisan. Chunki payg'ambarimiz aytibdilar, kishi do'stining dinida bo'ladi, kishi kimni do'st tutayotganiga qarab qo'ysin. Haligi yomonlarning yaxshisi bo'lguncha yaxshilarning yomoni bo'l degan gap bor-a? Yomonlar ichida yaxshisiz. Hammasi ichganda ichmay o'tirasiz. Hammani mashinaga o'tkazib olib borib qo'yasiz. Trezvisizda. Hammasi shu tabletga ichib mast bo'layotganda siz taqvo qilib o'tirasiz. Yo'q, siz o'shalarning bittasisiz. Allohning dini masxara qilinsa, Allohning payg'ambari, Allohning shariati haqorat qilinsa, masxara qilinsa, indamay eshitib o'tiribsizmi? Siz shularning bittasi bo'lasiz. Alloh taolo Qur'onda aytdi: "Va kunu ma'as sodiqin." Rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Mo'min kishida hamiyat bo'lish kerak. Bunaqa jamiyatdan ajralish kerak, bunaqa aloqalarni nima qilish kerak? Uzish kerak. Payg'ambarimiz boshqa hadislarda marhamat qiladilar: "La tusahib illa mu'minan." Faqatgina mo'minni do'st tut. "Va la yakul ta'amaka illa taqi." Ovqatingni, taomingni faqatgina taqvodor yesin. Uyingga chaqiradigan mehmoning taqvodor bo'lsin deganida. Ma'qulmi? Endi insonmiz, atrofimizda har xil odam bor. Tijoratimiz, kasbimiz, ishimiz yuzasidan har xil odamlar bilan muomala qilamiz, bu mumkin. Chunki do'koningizga kirgan odamni siz namoz o'qiysizmi, o'qimaysizmi deb so'ramaysiz, siz ishingiz emas bu. Savdo qilyapsiz, ro'parangizga kim kelishidan qat'iy nazar chiroyli muomala qilasiz. Bu matlub narsa. Ammo Allohdan uzoq bo'lgan odamlar bilan qalin muomalada bo'lishlik to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bunaqa ulfatlar sen uchun birodar katta xatar bo'ladi. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballohu alayhim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Keyingi oyat. Ey mu'minlar,
Allohning g'azabiga duchor bo'lgan qavm bilan do'st bo'lmanglar. Xuddi barcha kofirlar qabr egalaridan noumid bo'lganlaridek, ularning ham oxiratdan umidlari uzilgandir. Ya'ni kofir bo'lganlarni do'st tutma deb aytayapti Alloh taolo. Takror aytamiz, tijoratda, biznesda har xil odam bilan muomala qilasiz. Bu joiz. Mushrik bilan ham, kofir bilan ham tijorat qilish mumkin, ammo ular bilan qalin bo'lib ketmaslik kerak. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi, Astagfirullah: "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innalloha la yahdil qawmaz zolimin." Ey mu'minlar, yahudiylar va nasroniylarni do'st tutmangiz. Ularning ba'zilari ba'zilariga do'stdirlar. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas u o'shalardandir. Albatta Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas. Birinchi oyat: ey mu'minlar, iymonlarda sodiq bo'lgan insonlar bilan birga bo'linglar. Rostgo'y deganda faqat yolg'on gapirmaydigan odamni tushunmaymiz. Rostgo'y odam bizda 3 ta narsa bo'ladi sifati. Rost gapiradi. Gapirayotgan gapi qilayotgan amaliga to'g'ri keladi va gapirayotgan gapi qilayotgan amali qalbida ham bo'ladi. Shu 3 ta sifati bor odam haqiqiy sodiq inson deyiladi. Gapi yolg'on emas, gapi qilayotgan ishiga to'g'ri keladi, qilayotgan ishi, gapirayotgan gapi qayerda bor? Qalbida ham bor bo'ladi. Alloh azza va jalla sodiq bo'lgan bandalar bilan birga bo'lishlikka tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.